Shahriyorim shu qanday aytsam ekan, xuligan bola edi. Ну, даете dedi. Мы Шахруху dedi, не могли заставить двигаться. Тем более Shahriyorda imijga to'g'ri kelmaydi. 2006-yillar Samarqand hip-hop stolitsa poytaxt bo'lgan edi. Davlat kamroq e'tibor beradigan yo'nalishlar bilan biz shug'ullanganmiz. Balkondan kirib o'ynatib sindirib kirgan edi odam. Assalomu alaykum Aziz aka. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum janob Tohirov. Bu podkastimizni ismini biza FM 662 deb qo'ydik. Xudo xolasa, siz bilan bir yaxshi dildan suhbat qilmoqchi biza. Siz bilan tanishmoqchi biza. Yana bir marta. Rahmat. Mana taklif qilganingiz uchun o'zim minnatdorchilik bildiraman. 662 bu menga tanish, chunki vaqtida bizning reperlar, ya'ni Sodom, TBL degan jamoalar bor edi, reperlar. O'shalar shunga urg'u berar edi. 662 deb aytar edi. Bu Samarqandning kodi bo'lgan. Telefon kodi. Zo'r. Avval siz bilan tanishaylik. Balki tanimayotganlar bordir. Siz o'zi kasblaringiz nima bilan shug'ullanasiz? Albatta ko'pchilik hozir tanimaydi. Vaqtida endi taniganlar ko'p edi. Men o'zi kasbim boshqa. Chunki universitetda o'zi turizm bo'yicha geografiya turizmi men magistrman. Lekin yoshlikda ijodga qiziqar edim va talabalik vaqtida Samarqand davlat universitetida tahsil olganda men QVZga, ya'ni KVN, rus KVN bo'lardi. Bizlar millimetr degan jamoasi, bizlar shahar chempioni. Undan keyin universitet tugaganda, bakalavr diplom olganda keyin bizlar Miss Samarqandga tashkillashtirib boshlagan edik bizlar. Samarqand go'zal, Mastura Nuriyevna Sharipova bor edilar. Kamolot tashkilot bor edi. Hozir Yoshlar ittifoqi, Yoshlar agentligi bo'ldi o'sha vaqtda. O'sha tashabbuslari bilan Samarqand go'zal, ya'ni Miss Samarqand o'tkazar edik. 2000 o'zi orzuyim edi, eng chiroyli qizni taxtga o'tkazish. O'sha tojni kiydirib 2000-yilda Miss Samarqand, keyin 2002-yilda Miss O'zbekiston bo'ldi. Zarda qizimiz borib Bella Terra tashkillashtirgan edi, Gulnar Islamova prezidenti qizlari, birinchi prezidentimiz qizlari o'sha tashkillashtirgan edi. Bizning Samarqandlik qiz birinchi o'rinni egallagan edi. 2003-yilda keyin qarasak bizlar Miss o'tkazamiz, qizlar kiyimni almashtirayotgan vaqtda qo'shiqchi, reperlar, rockerlar bizlar o'sha musiqiy tanaffusga qilar edi. Oldin studiya qaranglar, ismini chiqib ketdi. Rezonans degan studiya bor edi. Vasiliy Valentinich. Mana Umidiyar Muhammedov hozir bor, Aleksey Chumakov Rossiyada mashhur bo'lib ketdiki, o'sha studiya Rezonansda shug'ullanar edi. Vasiliy Solovyov va Valeriy Drush. Keyin u kishi Rossiyaga ketgandan keyin bunaqa studiya qolmadi, Samarqandda yo'q edi. Keyin bizlar 17-dekabr kuni 2003-yil esimda chiqmaydi, Hamida Olimjonda ikkinchi qavatda bino, alohida bino bo'lardi. Keyin u yerda Zokir Artipota studiyasi ular tashkillashtirib, o'shanda bizlar bolalar bilan yig'ilib, bu yerda MC Foz, Kamol aka, Orif Hayitov, Aruf taxallusi bilan chiqib, sevimli ijrochi degan loyiha ochgandik bizlar. Aynan faqat modellar emas, ya'ni ijodkor zamonaviy yo'nalishdagi rap, rock, break dance, hip hop, qo'shiqchi, estrada o'shalarni birlashtirish uchun shunaqa bir loyiha, ya'ni Любимец publika rus tilida, o'zbek tilida sevimli ijrochi degan shunday qaror qilgandik. Keyin yanvarda o'sha Kamolot, mana yoshlar markazida Kamolot tashkil bo'lganda Azamat Kenjaboyevich Pardayev ustozim bo'ladilar, hozir Toshkentda ishlaydilar, senator u kishi. O'sha kishi tashabbuslar bilan baribir shu narsa bilan shug'ullanyapsan, biz bilan ishla deb Kamolotda shu yo'nalishda rasmiy ravishda yordam berib, o'sha rasmiy ravishda faoliyat ko'rsatib boshladik. Keyin demak 2003-yil bo'lsa, 2004-yilda bizlar ilk Samarqanddagi birinchi badiiy film oldik. Beparvolik, bedavolik uni butun respublika ko'rgandi. Keyin Shuhrat Abbosov, mashhur afsonaviy rejissyor, o'zbek kinosining otasi deb ko'pchilik aytishadi. U kishi bizga o'zlari oqpot qilib bergandilar. Do'lar qilib ko'rib qiziqgan edilar. U ko'p Toshkent o'sha kino yulduzlar festival bo'lgan Samarqandda, kino festivalda o'shada ko'rib hayron bo'lgan edilar. O'z kuchlaring bilan oldilaringmi deb. O'sha vaqtda menimcha xususiy kinoda bitta chiqqanda Muhabbat sinovlari chiqqan edi, Samandar roli bilan. Yo'q edi. Biz o'sha kinoda o'z g'oyalarimiz bilan effekt matrica deyiladi. O'sha matrica chiqqanda 2000-yillarda o'sha janglar, o'rda syujet detektivniy edi. O'sha olgandik.
2004 yil bo'lsa, 2004 yilda ilk bor Samarqandda rap festival o'tkazgandik. Rap festival. Ha, o'sha vaqtda endi rus tilida edi, asosan reperlar. U yerda Sartepoda Strido Clan degan jamoa bor edi. Vokzalda MNKV jamoalar bor edi. Дети грязных улиц DGU deylardi, chunki afishada yozganda Дети грязных улиц deganda madaniyat boshqarmasi Rizaki, u нас в Samarqandda нет грязных улиц. Такое нельзя deb, где endi siyosat kanabi DGU deb qisqartirib beradik. Keyin TBL aslida uni Тихий беспредел. O. Endi bespredel Samarqandda yo'q deb shuncha TBL deb qo'ygan edik. O'sha aynan avj pallasi keyin 2005-yilda, 2004-yilda Zarina degan bizada xonandamiz bor edi. Kamilla taxallusi bilan mashhur bo'lib ketdi. Sponsori yana Technoprosystem degan TPS degan internet provayder bor edi. Azamat aka, Alisher aka Mamatqulov. Alisher aka Mamatqulovga iltimos qilgan, murojaat qilgan, sponsor bo'lish, prodyuser bo'lish u kishi qiziqib. Chunki 2000-yillar o'zi aynan o'zbek shou biznesining avj pallasi desak bo'ladi. Toshkent o'sha Shahzoda, Rayhona eng mashhur san'atkorlar chiqqanda o'sha Shohruh chiqdi, rapper, bizlarda ham o'sha rivojlanayotganda, как birinchi prodyuser bo'lib, o'sha Alisher aka Zarinani olib, Toshkentga olib borib, o'sha Jasur Shaymetov, yodga anolar bor, klipmakerlar bilan mashhur kliplar olib birdan chiqib boshlagan, mashhur bo'lib ketgan edi. Hozirgacha ko'pchilik mana internetda yozadi o'sha Baxt yomg'iri kliplari. Yog'arida yolg'iz men uchun orzularim yomg'iri. Yog'arida baxt mening dilimga. Ana ko'rsalaring, ana YouTube'da minglab prosmotrlar, millionlab prosmotrlar bo'lib. Bizlar shart qanaqa edi? Men Zarinaga yordam berganda aytgan, pul hech narsa kerak emas. Bitta iltimosim bor, o'z orqangdan yana bir kishi tortasan. deb shunaqa iltimos qilgan. O'shanda u Toshkentdan o'sha shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Tarona Records bilan Shohruh reperda munosabat sal sovuqlashgan, aqlajeniya bo'lganda yomonlashgan. Endi bilmayman ularda nima bo'lgan. Keyin ular boshqa reperda olishga qaror qilgan endi. O'shandan keyin o'sha Zarina yordami bilan hozir ham ijod qiladi. Kamila просто turmushga chiqqan uchun ijod bilan shug'ullanmay qoldi. Sahnadan ketgan edi. Chunki farzand ko'rdi, ana qildi. Endi baribir bizda o'zbekchilikda oila eng asosiy. Birinchi oila. Men ham shuni aytar edim. Hozir ham mana bizda Samarqand go'zali modellarim boshqa kim bo'lmasa, aytaman, birinchi navbatda oila. Bu bo'sh vaqtida. Shu armonda qolmasligi uchun ertaga televideniya boshqa joyda qarayganda, mana model bo'lganman, mana fotosessiyada qatnashganman, podiumga chiqqanman yoki o'sha miss o'sha tojini kiyganman dedi. Lekin baribir ham birinchi navbatda oila, o'qish, ish. Xudoga shukr, hozir ko'pchilik, aksariyat qizlarimiz yaxshi turmushga chiqib, farzandli bo'lib, hozir farzandlarni olib kelyapti o'sha qatnashishga. Ham ijodkorlarga, mana ko'p reperlar oldin ko'pchilik yomon munosabatda edi. Reper kim? Ular xuligan bola deb. Mana ko'pchilik hozir o'sha reperlar ham katta-katta hokimiyatda ham ishlab, tadbirkorlar bo'lib, oddiy misol mana o'sha Sodim mashhur bo'lganda 2005-2006-yillarda Samarqandda Sodim, TBL ular bizda rap festival o'tkazganda hip hop sessionda birinchi o'rin egallagan edi. O'sha mana hozir Family Park bor, o'sha Family Parkda ish yuradigan, o'sha qurganim, o'sha ish yuradigan o'sha Sodim bolalar. Misol uchun-da, chunki hammasi aqlli bolalar. Ko'pchilik to'g'ri, chunki bu rap o'zi shoir desak bo'ladi. Yurgan joyda o'sha so'zlar yozib ketadi. Даже gazetada chiqardi, Samarkandskiy Vestnikda, mana Darakchi gazetada o'shalar haqida chiqqanda aytadi, это современные akini. Mana oldin baxshilar bo'lgan-ku, to'g'ri ko'rgan narsani aytib ketgan. O'sha reperlar ham birdan freestyle qilib aytishga qobiliyatga ega edi. U ham har kim qo'ldan kelmaydi o'sha narsa. Mastarayim ham ko'tarilib ketgan, o'zbek kinolarga ssenariy yozib beryapti. Aytayapman-ku, u qobiliyatda, chunki bor, u talant. Bizda talant juda ko'p edi. Demak, 2003 kino bo'lsa, 2004 birinchi rap session, 2005-yil Deng Show, raqs festivali. Birinchi Samarqand bosqichi, keyin respublika bosqichi, u yerda Toshkent va boshqa Farg'ona, Jizzax boshqa viloyatlardan kelardi, zo'r o'tkazardik. Qatnashardik. 2007-yilda уже rus tilida ikkinchi kino olgandik. Film ужасы bizlar. Однажды ночью degan. To'xtang, shoshmang, Shahriyor qayerda qolib ketdi hozir? Shahriyor va o'sha mana Zarina tortganmi Shahriyor shunda? Zarina yordamida Toshkentdan Tarona Recordsdan Surat Karimov degan u kompozitor, bastakor.
Tarona Records. Da, Tarona o'sha managa Layla va Majnun degan Shahzodan qo'shiqlar bor, o'sha yozgan. Shunda ham bu ham iste'dodli yaxshi inson kelganda bizlar rep festival o'tkazdik. Rep festivalda o'zlari qatnashib, juri sifatida 6 ta jamoani tanlab olgan edi. Birinchi bosqichda. Keyin shu jamoalardan 3 ta jamoani bizlar aytdi Toshkentga olib kel dedi. O'shalar ichida 2 janob deganda Shahriyor qanday kelgan bizga? Shahriyor ham shu qanday desam ekan, xuligan bola edi. O 2 janob Shohruh degan Shoha deydi, ko'pchilik Eradan taniydi. Era ular birlashib 2 janob keyin men Olijanob deb qo'ygan edim nomini. Olijanob degan guruh ular o'sha qanday liderlardachi o'sha 3 ta 4 ta tanlanganlar ichiga kirdi. Keyin ularni Toshkentga olib ketdim. Toshkentda Tarona Recordsda yana casting bo'ldi. O'sha yerda Sarvar aka, Ravshan aka o'zlari shaxsan aniqib, keyin o'sha 1 oydan keyin telefon bo'lib aytayapti, mana o'sha Olijanob guruhni yigitlarni olib keldik. Biza menda bitta Miss Sevara degan qiz qatnashar edi. Toshkentlik o'zi aslida Kazashka. Uni Toshkentda buvisi yashar edi. Babushka dedi. O'shani Qorasuv 6, hech ismi chiqdi, kvartal 6-kvartalga Shahriyorda o'zim olib borib, o'sha uyga qoldirib, o'sha Sevar o'zi shu yerda, buvisi o'sha yerda-da, anisi. Joylashib, o'sha Taronaga borib, ular proba bo'ldi, yozdirdi o'sha yerda. Nima esda qolarli bo'ldi, kasting bo'layotganda kichkinagina xonacha, uyda studiyalar har xilda, mana shu yerda 3 ta 4 ta. Kichkinasi kirib zapis qilayotganda u chiqib Vildanmi, Rinatmi degan bir tatar bola o'sha anoda Tarona Records'dan. Что ну вы даете dedi. Мы Шахруху dedi, не могли заставить двигаться. Shahriyor o'zini energiya kuchga shunaqa ana bilan qilib sindirib qo'yadi dedi. Его надо руки завязывать, чтобы deb shunaqa ana bilan emotsiyalar bilan dedi. Haqiqiy reper dedi-da u, chunki ko'rinishim shunga o'xshaydi. Keyin yana vaqt o'tib, ularga yetib 1 oy, 2 oy birga yurdi ana bilan. Shohruh o'zimizning Shohi Shohruh Amonov. U bana Dima Bilanga o'xshar edi. Ko'rinish o'sha vaqtimda sochlari ham kim ko'rsa borganimizda o'sha Shahzoda Zilola o'tirgan, u da Dima Bilan deb o'ylagan ekan o'zi. Keyin o'sha aytganda. Keyin ular maslahatlashgan, Shahriyor o'zini buruzini qoldirdi. Shahriyor obrozi qoldi. O'sha birinchi qo'shiq mana seni ko'rdim degan, seni ko'rdim yozilgan, men hayron bo'lgan. Menga demo versiya yuborganda, shu ham rap qo'shiq bo'ladimi? Endi u biz o'rganganmiz, ular qanday gangster rap, haqiqiy rap, u tim bo'li Shahriyorda imajiga to'g'ri kelmaydi. Biz fikrimizcha. U bunaqa bunaqa bo'ladi-ku, nastoящий rap. O'rda qilgandan keyin, lekin hozir masalan men eng sevgan o'sha repertuarda eng yaxshi ko'rgan qo'shiq o'sha bo'lib qoldi. Seni ko'rdim. Seni ko'rdim, men seni ko'rdim. Bir bor ko'rdim, seni sevib qoldim. Nima bo'ldi? Keyin yana teksti berdi, uni yozar edi. O'zbekistonda rapni o'zi asoschilari Toshkentda bir zo'r guruh bor edi. Eslaringda bo'lsa, Al-Vakilda o'sha anosi ismi Muzaffar yozib bergan. O'sha birga borib, ular trenirovka qilib, mana o'sha aralashib yurgan o'sha yerda. 7 shamoldan deb, men hayron bo'ldim, 7 shamoldan qanday bo'ladi? 7 tomondan bo'lsa kerak deb qo'l bilan yozilgan. O'sha qilib, ikkinchi do'stmisan, o'sha qo'shiqlar, o'sha vaqtda kliplar qilib, hech esimdan chiqmaydi. Sarvar aka bilan shu o'tiribmiz. O'sha Tarona Records rahbarlar. Я твой Shahriyor за месяц звездой сделал degan. Da, men endi o'zimcha o'ylayman, hay, farqi yo'q, men orzuyim qani Samarqandlik yulduz bo'lsin. Uni Samarqandga chiqib pisand qilmas edi-da. Mayli, qancha ladno, Sarvar aka, сколько бы ни было, вот увижу. Keyin aytayapman-ki, bu sport kanaldan 4-kanal qarasam, Shahriyorning qo'shiqlari ketdi. Birdan chiqa boshladi, Tarona taqdimoti bo'lar edi. Tarona taqdimotiga birdan prorыв года nominatsiyasi 1 oymi 2 oy ichida o'sha prorыв гоdaga chiqdi. Birdan endi u o'rda kuchli jamoa. O'zi hozirgacha baribir shuni aytaman, Tarona Records deydi, O'zbekiston Taronasi o'sha vaqtda mashhur edi-da. Ishlaydigan o'sha yerda jamoa juda ham professional edi. Ijodkorlar. Ularga teng kelolmaydi. Keyin ko'pchilik har xil studiyalar ochildi, lekin o'shalardek baribir bilmasam men uchun. Balkim bu men adashyapman, lekin shaxsiy o'zim fikrim, haqiqiy professional. U haqiqatda hech kim bo'lmagan odamni yulduz qiladi-da ular. To'g'ri qo'shiq tanlab, to'g'ri o'sha promo qilib, masalan, rotatsiya qilib bilar edi ular. 2-3 oyda Shahriyor zvezda bo'lib ketdi.
Keyin o'sha 2006-yilda birinchi solniy konsertiga Shahriyor mendan so'rab o'sha ssenariy qilganda, boshqa narsa qilganda bizni solniy konsertga chaqirdi. Xalqlar do'stligida birinchi konserti Shahriyorda. Sarvar aka aytdilar, "Nechta repering bor? Samarqandda qancha? Olib kel" deyapti. U kirish bo'lmasa bilet topish qiyin. Biza borib bepulga berdi. U bonaga даже kassa sotayotgan anolar bor-ku, ayollar, rus ayollar. Точно deb telefon qilib so'rayaptilar ulardan. Hech kimga bermagan ekan bunaqa. Biz 40 kishimi butun avtobus bordik, поддержка. 2 kun, 3 kun konsert bo'ldi. Bizga bilet bepul berildi. Samarkandskim reperim deb. Biz xursand, bizlarda yigitimiz, kim biz Samarkandskiy tusovka degan o'zim burada STVda perdachim bor edi. O'shanga o'sha narsani lavha qilib bergan edik biz. Shahriyor haqida. Samarqandda каждый второй reper bo'lib ketgan o'shandan keyin, shu voqealardan keyin. O'shandan keyin men hech esimda chiqmaydi o'sha Tarona Records borganda yoki biz har xil o'rda muzikaliy marafon perdachi bo'lardi, har xil konkurslarda qatnashardik bizlar. Men reperlarni olib borardim, oldin elektrichka bo'lardi. Soat 7 da Samarqandda chiqardi, 12 da Toshkentda bo'lardi. O'sha ular даже o'sha provodnik pianolar bor-ku, hammasi bizdan tanib qolgan edi. Zamon Marat Sadiqov, mana Dalerlar, Sahrodagi Bahriddin Umar, ular bor gitaralar bilan borardik, bizdan o'sha bilar edi. Reperlar olib borganda Prospekt Navoiy bor Toshkentda. O'sha oldin savdo anolar, telefon, hamma narsa sotdik. Ular hayron bo'lardi. Uni qara qatdan kiyapti. Bizlar bolalar qanday bo'ldi? Bandanka, Shirokий штаны Toshkentda unday yurmas edi. Bizlarda yoshlar markazida yakshanba kuni borsalar, hamma hayron, xuddi chet tildan kiyib qolgandek. Kiyimlar, ko'rinishlar o'sha vaqtda aytayapman, bizlar bir bilmasam, kamida bir 50 ta rap komanda bor edi. Rock komanda, rockerlar, break dansorlar, hip hopperlar. Biz o'sha vaqtda 2006-yillar Samarqand hip hop stolitsa poytaxt bo'lgan edi. Da. Hamma hayron bo'lardi. Qayerda buncha O'zi yoshlar markazi ham siz prosta casting qilsangiz ham qanaqa odam to'lib ketadi. Men o'zim muxlis bo'lib kelib o'sha maktab yoshidagi bola edim. Kelib tomosha qilishga kelaydik biz. Prosta castingda tomosha qilib to'lib ketadi yoshlar markazi. Odam shuncha ko'p edi, oddiy castingga keyin biz bo'lishga qaror qildik. Majbur bo'ldik. Oldin bitta masalan soat 10 da casting bo'lardi, 1 soat 2 soat masalan umumiy o'rda qo'shiq, raqs, keyin bizda Hamsa degan aktyorlik bo'yicha o'yin bo'lar edi. Misolcha keyin biz bo'ldik 10 da qo'shiqchilar, 12 da reperlar, soat 3 da onaga raqslar, keyin bunaqa aktyorlarga alohida u. Chunki odam ko'payib ketdi. U zo'r edi, mana eng avj pallasi shu 2005 dan 2015 gacha bo'ldi, keyin internet chiqdi-ku. Hamma qo'lida mana Instagram, o'zi hech kimga qiziqish yo'q. Chunki bizlar как tramplin edi. Bizga kelib, talant bo'lsa, nima qiladi? Hozir bizga kerak emas, o'zi rasmga oladi, videoga oladi, shundan keyin qiziqish o'zi sal susaydi. Sahro qanday sizlarda? Sahro u daler, ikkita daler, bittasi daler Sodimdan, o'sha aytgan, Ametist deb aniqlardi. Ikkinchi daler qanday kelgan? Ular Shoh 713 guruhi. Bir kun magistraturada mana kursdoshim bor edi, qiz bola. U aytdi, o'sha tugatgan edim, 2 yil bulvarda ko'rishdik, kserokopiya qilgan. Aziz, чем занимаешься? Ну, я как всегда dedim. Молодежь вот творческий. Слушай, у меня братишка там что-то на гитаре бренчит, ты каждый раз они что-то делают, ты посмотришь ее, ты стоит вообще, не стоит, ты да? Мали, его dedi, kesin qan dedi. Bir kun kelyapti, biz yoshlar markazi oldida daraxt bordi, katta olma daraxti, pastida soya edi. Shu 3 ta yigitlar gitaralar bilan kelgan. Hayır, student, bunaqa litsey student hali. Yosh Ayzaka siz mana shuni hop kelinglar qan dedi. Shuni professional hayron qolgan. Qoyil qoldim, to'g'risi aytaman. Bu bo'lmasa ko'p biz ishlaymiz o'sha san'atkorlar sozandami, chunki biz Kamolot bilan ham butun viloyat respublikada har kelajak ovozda yangi avlod anolarda yurardik-da. Ko'rib, lekin u bolalar professional bo'lmagan taqdirda ham shunday zo'r gitarada ijro etib, bunaqa ispanskiy anolarda o'ynab, qo'shiqlar aytib, 2 ta 3 ta golosga qoyil qolgan edi. Keyin nima nomni bo'lmasa aytdi dedim, avtorskiy qo'shiq qilish kerak. Va yana biz asosiy shart mana sevimli ijro bilasizlar, mualliflik qo'shiq. Konsertga bizlar boshqalar qo'shiqlar birinchi bosqichda kastingda aytish mumkin, lekin konsertga chiqish uchun mualliflik qo'shiq, avtorskiy qo'shiqlar bo'lishi kerak. Shuncha hozir ko'p bolalar ana bo'ldi. O'sha vaqtda studiya Kol bor edi. Da, Komil bilan hozir mana Oybek Mukumov, Sangin, Mango gruppada, Bayon gruppada bo'ldi-ku o'sha shogird. Ular studiyada yozar edi. Ulardan tashqari Hasan professional, mana Tohir akaga murojaat qilardik studiyalarga arzonroq qilib, lekin avtorskiy mualliflik qo'shiqlar yozar edi.
bolalar kelyapti, men aytdim, yigitlar yaxshi dedim, gap yo'q dedim, lekin mualliflik qo'shiq yozishlari kerak va guruhning nomini qo'yish kerak. Qanday qo'yamiz dedi. Kim dedi? Shodiyev, Umarov, Xonov. 3 ta. Shodiyev Anvar, Umarov Bahriddin, mana Bahriddin Umar va Xonov Daler Xonzoda. Hozir taqozolar chiqadi-ku-da. Keyin birinchi harflarni oldi, Sho'x. Keyin bittasiga 7 yoqar ekan, ikkitasiga 13 yoqar ekan. Sho'x 713 degan gruppa qo'ydi. Siz qo'yib edingiz. Yo, men qo'yganim yo'q, o'zlari tanladi. O'zlari. Men ani qo'yganim yo'q, o'zlari shuni qarorga kelishdi. Sho'x 713 qo'ydi. Xo'p, keyin qo'shiq Jonim degan qo'shiq yozdi. Tohir akaga borib iltimos qilgan edik. Birinchi qo'shiq hozirgacha afsonaviy men uchun, masalan, ular ijodini 3 ta golос bilan aytib, Sho'x 700 gruppa. Keyin ustozimiz bor, Ashraf Boboyev degan, hozir Amerikada, u Hamid Olimjonda bosh rejissyor edi. Teatrda va STV radiosida, rejissyor edi. Shu kishini iltimos qildik, birgalikda klip olgan edik. O'sha Sho'x 713 gruppasiga. Keyin hech esimdan chiqib ketmaydi, stadionda, Dagbitskidagi Olimpiskiy rezerv stadionida katta konsert bo'ldi. Rayhon, boshqasi o'sha vaqtda shu yigitlar stadionga chiqqanda o'sha yulduzlardan kam emas, quqlab quvvatlangan-da o'sha bolalardek Sho'x 700. MC Foza chiqqan edi. O'sha Aruf degan Orif Hayit hozir mana madaniyat boshqarmasi rahbari ham bo'lib ishlagan edi. Noqib Aruf, Umid Ashurov, o'sha vaqtda Al Mujiza va shu afsonaviy gruppa. Ham qo'shiq aytadi, R&B yo'nalishida, ham raqsga tushar edi. O'sha vaqtda mana Sho'x 700 ayni o'sha stadionda kutib qarsak cholgan vaqtlar bo'lgan edi o'sha vaqtda. Keyin qanday bular Sahro bo'lib qoldi? Sahro keyin ular kelajak ovoz mana bizlarda Jamshid Axanov degan bor, Zimbabwe. degan u operator edi, klipmaker o'zi KVNщик. Zimbabwe teatr bor edi. O'sha biza boshqa yo'nalishdan o'qigandik, Sahro biza Dalerlar bilan ishlamadim men. Sal muammo chiqqan edi, u alohida bo'lib ketgandek, keyin Daler o'sha u kelajak ovozda ishlagan edi bizada, o'sha Jamshid Axanov. O'shaning tavsiyasi bilan Toshkentda Pantera studiyasi qiziqib, shu Dalerlardan olib, ular Sahro nomi bilan o'sha tanilgan edi Toshkentda. Ular tanlovisiga meni aloqam yo'q, to'g'risi aytaman. Siz proyektingizdan demak chiqmadi. Yo'q, bizning proyekt yo'q, bizada qo'shiqlar yozdi, hamma narsa qildi, lekin ayni Sahro bo'lishiga bu meni aloqam yo'q. Tushunarli. Sahro bo'lishiga o'sha Jamshid Axanov orqali tanishgan, keyin o'sha Toshkentda u Madumarov aka-uka Madumarov bor-ku, Dado gruppasi. 3-chi ukasi, ular bilan men ko'rishgan edim, o'shandan oldin gaplashgandik bizlar Blues restoranida o'qib, o'sha Alisher aka, Mamatqulov bilan o'shalar bilan gaplashgandik, lekin u narsaga men aloqam yo'q. Nima deb o'ylaysiz? Menda shunaqa savol bor. Men o'ylayman, Shahriyordan ham talantliroq reperlar bor edi. Nimaga aynan Shahriyor tanladi ular? Endi ularga murojaat qilish kerak. Birinchidan tipaj. Uni reperskiy tipa. Ovozi unaqa grubo bo'ladi-ku. Bariton. Oddiy masalan qo'shiqchilardan ajralar edi. Hozirgacha ham. Chunki ko'p reperlar Samarqandda hozir ham ko'p. To'g'risi aytsam-da, lekin baribir ovozi birdan Shahriyor ovozi birdan bilinadi. To'g'risida, uni prosta kerak bo'lgan vaqtda, kerak bo'lgan joyda bo'lib qoldi. Bu taqdir taqozosi, Alloh ana shunday qilgan. O'sha повезло dedi-ku, omadi bor ekan. O'sha vaqtda agar o'sha vaqtda Taronlar aka Shohruh bilan aloqalar uzilmaganda balkim o'sha bo'lmas edi o'sha. U intervyusini ham ko'rdim, Shahriyor sizga rahmat degan, katta rol o'ynadi hayotimda Aziz Niyazov degan. Ko'rdingizmi? Shu любимец publika bo'lardi. O'shani художественный rukovodители Aziz Niyazov hozirgacha ham esimda. Bu inson juda ham agar mabodo ko'rib qolsa, fursatdan foydalanib men shunaqa bir minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki hayotimda katta rol o'ynadi bu inson. Da ko'rgandim men. Rahmat albatta. Eslaganim uchun shuncha yil o'tgandan keyin ham eslaydi uni, chunki dadasini o'rniga o'sha kontrakt qilayotganda o'zim qurib qo'ygan edim, to'g'risi. O'sha Taron Records bilan o'qiganda. Zo'r. Endi uni yulduz qilgan Taron Records yulduz qildi. Sahroni u Pantera studiya
yulduz qildi. Ha. Hozir ham ko'pchilik yulduz bo'lishi mumkin, ularda promo kerak, PR kerak, professional komanda jamoa ishlaydi-da. Любой odamni hozir shunaqa professional jamoaga любой odamni olsam, любойdan yulduz qiladi ular. Chunki ular biladi, yo'lni qanaqa qo'shiq, ovoziga qaysi to'g'ri keladi. Va albatta o'zi ham ijod qilish kerak. Odam o'zi ham harakat qilsa keyin bo'ladi. Hozir уже zamon o'zgarib ketdi. Hozir hamma odam harakat qilsa bo'ladi. Hammada harakat- telefon bor. Endi hozir internet mana rivojlanyapti, ijtimoiy tarmoqlar rivojlanyapti. Endi bu ham baxt bo'lsa kerak-da. Uni bilib qanaqa qo'shishda hozir sun'iy intellekt foydalanib masalan ko'p narsa qilish mumkin. Zamonda qolib ketmasligi uchun. Sun'iy intellekt bilan muzika qilishyapti, klip qilishyapti. Bu nima bo'ladi kelajak? Nima deb o'ylaysiz? Kim sun'iy intellekt bilan shug'ullansa, o'sha oldinda bo'ladi. Kim sun'iy intellekt bilan shug'ullanmasa, qolib ketadi. Ha. Gap shunda. Chunki hozir mana u Samarqand xuddi uxlagandek meni tasavvur qilganimda. Nazlimda. Da, hech kim shug'ullanmaydi, lekin mana Toshkent chet tilmi katta rivojlanish bo'lyapti. Hamma sun'iy intellektga o'tib ketyapti. Shuning uchun agar vaqt bilan bir nafas nima deydi, bo'lish uchun sun'iy intellekt bilan shug'ullanish kerak. Faqat ijodda emas, u har xil yo'nalishda bor. Avtomatizatsiya dedi, mana menejmentmi, o'sha SMMmi, o'sha video, rasm, har tomonlama. Bu meditsinada ham sun'iy intellekt, masalan, moshin hozir mana anoda ham avtomobilni mana logistikada ham sun'iy intellekt, любой yo'nalishda. Hamma sun'iy intellekt xohlaymiz biz, xohlamaymizmi baribir o'sha bilan uni qilish kerak. Masalan, vaqtida pромышленный revolyutsiya bo'lgan, keyin mana internet chiqdi, to'g'rimi? Misol uchun. Bu ham bir bosqich, navbatdagi bosqich. Ot bilan yurgan paytlari mashina chiqdi, yengillik bo'ldi. Endi mana muzikalar mana katta pultlar yuqorida, bitta telefonda Suno degan programma bo'lib, hozir Sunoda 7-Lab masalan muzikani effekt. Xohlaymizmi, xohlamaysizmi, kim shu bilan o'rganib olsa, o'sha oldinda bo'ladi. Kim agar sal vaqt aniqlayki qolib ketadi ortda. Chalib qolsa, orqada qolib ketadi. Shuning uchun yoshlarga, agar ko'radigan mana obunachilarga bitta tavsiyam, albatta o'sha shu bilan shug'ullanish kerak. Oldin masalan dasturlovchi deyardi, programmistlar kerak edi, aytishnik. Hozir shu ham narsa kerak emas. Hozir to'g'ri prompt yozib berish kerak. O'zi dasturlab beradi, shunaqa anolar bor. Chunki hozir konkurensiya ayni shunga ketyapti. O'sha Xitoymi, Rossiyami, Amerikami, Yevropami, hammasi ayni milliard pullar investitsiya qilyapti, aynan sun'iy intellekt bo'yicha. Kim shuni hozir o'rgansa, o'sha oldinda bo'ladi. Shuning uchun mana davlat rahbarimiz ham mana 1 millionta dasturlovchi degan loyiha bor edi. Hozir 5 millionta aynan sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassis deb aytadilar o'zlari. Chunki bu xohlaymizmi, xohlamaymiz, bu kerak kelajak. Da. Kelajak. Xo'p, yana nima haqida gaplashamiz aka? Bilmasam, mana aytib berdim o'sha san'atkorlar o'sha vaqtda aytamanki, mana 2000-yil Miss Samarqand o'tkazgan bo'lsak, 2002-yil Miss O'zbekiston, 2003-yil kino, 2004-yil birinchi rap festival, rock festival, o'sha vaqtda 2005 dance show, raqs festivali. Afsuski, hozir yana noldan boshlamoqchiman endi. Hozircha to'xtab qolgan-a? Hozir to'xtagan, chunki hamma internetga o'tib ketdik. Endi internet o'sha ijtimoiy tarmoqlar ham hamma sal jonga tegib boshladi, baribir ham. Har narsaning o'z vaqti bor-da. Endi yana haqiqiyni ko'rishni xohlaydi. O'sha mana sun'iy, o'sha hech narsaga ishonmaydi hozir. Hamma sun'iy intellekt deb o'ylaydi, lekin haqiqiy hayotda bo'lgan sun'iy intellekt ko'rsatmaydi ekranda. Baribir ham yana o'sha odamni tashna bo'lyapti haqiqiy narsalarga, haqiqiy ijodga. Shuning uchun kim istagi bo'lsa, xohishi bo'lsa, marhamat kelsin. Bizda hammasi bepul. Sevimli ijrochi loyihasining boshqa loyihalardan farqi nimada? Bizda xalq tanlaydi. Любимец publika tanlaydi. O'zlari qatnashib bilasizlar. O'sha kirgan eng zo'r rapper, eng zo'r rocker yoki eng zo'r model deb xalq tanlaydi. Tanish bilish yo'q. Bizlar eng shiorlarimizda nima? Loyihamizda o'zbekchilik tanish bilish yo'q. Haqiqiy talant bo'lsa puli kerak emas, tanishi kim, otasi kim so'ramaymiz, onasi kim kerak emas, talant bo'lsa chiqamiz. Biz o'sha Samarkandskiy tusovka degan perdacha STVda bor edi. O'sha qilgan narsa 2007-yilda endi masalan hozir mana Toshkentda o'sha perdachalarda chiqib boshlayapti. Ko'p perdachalar ham o'sha teledasturlar ham olyapti ular. O'sha Rossiyadan, chet eldan bizlar harakat qilardik, o'zimiz mualliflik
ishlarimiz. O'sha hattoki to'yda ham chiqsa, masalan, o'sha konkursda harakat qilardi mualliflik. Yangilik qilish kerak, harakat qilish kerak. Hozir nima bilan bandsiz? To'yga chiqasiz? Ya endi to'y emas, hozir sun'iy intellektga o'tib ketdik. Ha, sun'iy intellekt bilan shug'ullanyapsiz. Sun'iy intellekt bilan. Zo'r. Harakat ya endi loyihalarim ko'p. Men chunki bu hobbi. Men nima uchun? Men o'zim chiqqandim, biz o'zim birinchi rap o'sha chiqqanimiz o'sha Misda bizani DJ Tiger degan bor. Do'stim, yoshlikdan birga o'sganmiz bir domda, ikkita podyezdda. O'sha ko'p qiziqar edi, o'sha muzikal meloman edi. O'sha qiziqib, keyin rap o'sha Oltin davr degan guruh ochgandik bizlar. Bittasi armani, bittasi ukrains degan pasha, bu Slavik, o'zi ara deymiz-ku, bu armani, DJ Tiger. Va o'sha vaqtda rap mumkin emas edi-ku. Biz Samarqand o'tkazar edik. O'sha bahona bitta qo'shig'im iltimos qilib chiqarardim. Hamma davrasi shuncha bizani ko'pchilik o'sha bizlarda hisoblaydi, katta sahnaga chiqqan birinchi reper deb shuncha o'shanda aytishgan. Chunki boshqa joyda qo'ymagan, hech kim olmagan reperlarda, biz o'zimiz tadbirimizda o'zimiz tashkillashtirib, bitta qo'shib qo'yar edik. Keyin shunga qarab break dansorlar chiqardik. Masalan, o'sha vaqtda Dabugi crew derdi. Dabugi Rossiyada bor edi, shuning uchun biz Bad Boogie crew deb qo'ygandik. O'sha break dance asoschilari, aka-ukalar bor, Kostya Vitya. Keyin ularga raqib degan yana bir ajoyib buni asrorlar, bunga o'lmas jamoalari bor edi. O Lilian Kozin Tansuy Samarqand degan festival o'tkazar edi. O'sha 2000-yillar Lola Deus degan guruh bor edi. U ham keyin ketdi, hozir Yevropada kimsa mana dance show o'tkazardik, raqs festivali. O'sha bir 2007-2008larga avj pallasi edi bizning proyektimiz. Chunki rock, yana bir narsani ta'kidlash joizki, butun dunyoda reperlar va rockerlar kelisha olmaydi. Yoki masalan hip hopperlar bilan boshqasi umuman har xil yo'nalish. Bizning loyihamiz bitta oila bo'lgan edik. Reperlar rockerlarga borardi, rockerlar reperlarga borar edi, misol uchun bir qo'llab-quvvatlab raqs guruhi bularga borardi misol uchun. Lekin unga ham kelish juda ham qiyin edi. Chunki boshida reperlarni birlashtirish qiyin bo'ldi. O'sha vaqtda haqiqiy reper edi. Hozir endi ko'p kommersiy reper. Rap deganda o'zi ko'pchilik bilmaydi. U prosta mana she'rni tez o'qiyapman, u reper yo'q. Bu reper bu o'zi madaniyat, kultura. Ular qanday gettodan chiqqan bo'lish kerak, qiyinchilik ko'rgan bo'lish kerak, kambag'al bo'lish kerak, so'zlari ham achchiq bo'lish kerak. Ha, gapirganda biz ham kastinglarda rap kasting bo'lardi-ku, har bir so'z uchun javob berish kerak. Masalan, chiqyapti, kim degan bor edi, zo'r bitta bola, rap o'qardi, uni shunaqa so'zlar aytgan. Mani qutirayapman, uyimda samolyotim bor, bunaqa bor, endi rap shunaqa maqtanish kerak. Keyin stop dedi. Ucha дома ты за слова ответишь degan. Har bir so'z uchun javob berish kerak edi. Agar javob bera olsa falshivoy MC der edi. Reperlar. Fake. Ha, u mumkin emas edi. Reper faqat o'z hayotidan bo'lgan narsani aytib berish kerak edi. Hozir ko'pchilik bilmaydi, lekin keyin ikkita klan bo'lgan edi bizda. Mana Strido klan, keyin mana bu LT Sagdiana der edi. Lev Tolstoy bilan Sagdiana u katta janjal bo'lib ketar edi. Shunaqa bir holatga tushgan edik, qo'rqgan edim. Bu yerda bir 300 kishi, 300 kishi o'zaro nizo paydo bo'lgan edi. Ba'zir ana shu anolarni murojaat qilib, kattalarga murojaat qilib, boshqasi murojaat qilib o'sha nizoni yechib birlashtirgan. Yerda Murod bor edi, MNK va u dis yozar, dis bilan-ku sizlarda mana reperlarda. Bular qarshi, u faqat so'zda ijodda emas, haqiqiy janjal bo'lib ketishga sal qolgan edi. Yoshlar markazida aytayapman-ku, bu park tarafda bu jamoa, yerda bir 300 kishi, bu tarafda O'zbekistonskida bu jamoa LT Sagdiana. Aytayapman-ku, katta bespredel, haqiqiy bespredel bo'ladi. O'shani ba'zi birlashtirgan edik. Birinchi bosqichda reperlarda yana ijro etgan oldin qanday edi mana u raqib jamoa qilsa, ular Hamid Olimjon bular baklashkalar otib, boshqa endi ular tarafdorlari. Ular fanatda. Rapda unaqa emas, ular hammasini aytayapman-ku, haqiqiy xuligan bolalar edi-da, neformal. Nima uchun o'sha Kamolot bo'lganda, Azamat Kenjaboyevich bo'lganda ham deganda bizning maqsadimiz o'sha xuligan bolalarni to'g'ri yo'nalishga yo'nalishtirish. U rap deganda yomon emas, endi ular shunaqa o'sgan, ular mentalitet shunaqa, ko'chada o'sgan bolalar. Ko'chada o'sgan bolalar ijod orqali keyin ular ona haqida biz aytardik. Yoz. Faqat so'kinmasdan masalan, ona haqida, do'stlik haqida asosda ular ham to'g'ri yo'lga kirib ketgan.
o'sha vaqt qilmagani kim biladi, narkoman bo'lib ketar edimi? Mana hozir masalan bittasi o'sha mumkin qaysi gruppasi hozir psixolog bo'lgan. Mana volontyorlar bilan katta o'sha yoshi katta o'sha oilali masalan o'tkazadi. O'sha xuligan bolalardan bittasi misol uchun. Kimdir hokimiyatda ishlaydi. Kimdir tadbirkor bilan ko'rganda o'sha katta bolalar, katta xursand bo'laman. Mana bittasi Samarqandning eng zo'r klip maketlar bo'lib ketdi. Fariz talabalar gruppa. Misol uchun Fariz ham reper. Ko'p reper mana qayerga ko'p Fariz Ismailov. Fariz Ismailov aytib. Da. Fariz Ismailov reper talabalar gruppasidan. Aytaypanki bunaqa anolar ko'p, primerlar ko'p. Oldin reper edi, hozir lekin yaxshi taniqli insonlar bo'lib ketyapti misol uchun. Ijod bilan shug'ullanib. Mana estrada yo'nalishi, masalan, hozir Samarqandga qayerga bormasak, Xudoga shukr, o'zimiz shu yigitlar, qizlar Diora Jafari misol anoni oldi, Nihol oldi. Kichkina qizcha edi bizda shug'ullanadi. Eroncha yo'nalishda ozarbayjoncha qo'shiqda masalan Evgeniy Avsifyan kichkina qizcha edi, u qanday Zolotoy Golus O'zbekistonda 2 marta birinchi o'rin egalladi. Misol uchun, u mayli u Oybek Mukumov deb o'ynayotgan Sangin uni hamma taniydi o'sha respublika miqyosida mashhur bo'ldi. Haydalerlar, Bahriddin Umar. Masalan, Afro gruppa bo'lib chiqdi. Bu yurak. Biza muxlis bo'lganmiz. Misol uchun-da ko'pchilik hozir professional shug'ullanyapti. O'sha orqali oilasini o'qiyapti. Kim biladi o'sha vaqtda balki bu proyekt bo'lmaganda nima bilan hozir shug'ullanar edi ular. Shunga xursandman. Yaxshilikka targ'ib qilgan, yaxshilikka to'g'ri yo'lga aniqlaganimizda. Shunga xursand bo'laman. Ko'pchilik aytadi, nima kerak edi deydi, sizga nima foyda deydi. Qanaqa menga pul kerak emas. Boshqasi o'sha hozirgi o'sha ko'rgan natija yoki mana boshlovchi sifatida. Ko'p mana to'yda ko'ramiz, mana boshlovchi. Zачем ты вытаскиваешь anu deydi. O'zingga raqib chiqarasan deydi. Hozir boshlovchilar ko'p bo'lib ketdi deydi-da. Ya mayli-ku, men hech qachon o'zim boshlovchi deb aniq qilmayman. Men kitob yozaman. Kino olamiz bizlar misol uchun, ilmiy ishlar qilaman. Masalan, mana hozir City ochilgan o'sha Boqiy shahar. Aslida qadim Kent degan men loyiham edi. Yo'q. Bergan va menda avtorskiy prava bor, litsenzionni aniqlangan. Ular sal boshqacharoq qildi, uni asosiy mazmuni boshqacha edi. Ular просто endi milliy Magic City qildi. Toshkent Magic City bo'lsa, просто milliyroq. Aslida u o'rga chiqqan xuddi mana mashina, vaqt mashinasida chiqib qo'yganda 15-asrga tushib qolish kerak edi. Turist kelganda. Endi umuman boshqa mavzu, nima demoqchimiz? Ilmiy men hozir PhD, ya'ni mustaqil izlanuvchi sifatida shu ilmiy ishlar bilan ishlayapman hozir. Lekin ijod albatta biz o'sha yoshlarga barim qo'llab-quvvatlaymiz. Ham sun'iy intellekt bilan. Zo'r. To'yda nechta ana diktor chiqardingiz? Suxandon. Shogird nechta? Samarqandda ko'p hozir. Kim mana ofitsial endi shogird deb o'zini tan olgan, mana Timur Kamolov, Ketim. Misol uchun Ketim o'zi zo'r bola, istidodli kelganida OS bilan kelgan yosh bola edi, skripach edi. Skripka o'ynar edi. Keyin rap yo'nalishiga o'tdi. Rap yo'nalishi bo'lganda o'zi ham biladi, har safar eslaydi. Birinchi marta chiqqanda kastingda bizlar qanaqa konsert bo'lishi kerak, qarayapman, munosib emas-da. Yo'q, chiqmaysan deganda yig'lab ketgan ishi bola. Endi hozir o'zi aytayapti, to'g'ri aytgan ekansiz, men aytganimni to'g'ri tushun. Hozir sen yaxshi chiqmasang, bizdan tomoshabin shunaqaki birdan kritika qiladi-da. Keyin ko'ngling qolib ketadi. Uch yaxshilab tayyorlanib chiq, keyin yaxshilab tayyorlanib Diana Dumbaza bilan chiqqanda uni ham roliklarni bor internetda. Qo'shiq aytib, keyin zo'r chiqdi, o'zi hamma qarsaklar olqishlarga sazovor bo'lgan edi. U ruhlanib, shundan keyin u kuniga bir 15 ta qo'shiq yozar edi o'sha. Ko'p. Mingdan ziyod ashulasi bor. Reper, mashhur reper bo'lib ketgan edi. Keyin men aytamki, boshlovchi sifatida. Bizlar Hamsa degan o'yinda, televideniya STVda loyiha qilgan edik. Institutlar o'rtasida. Mana QVZ hamma dedi, QVZ, lekin QVZ ruslarning variant. Biz avtorlik, o'zim muallifman. O'sha Hamsa degan Hamsa nima bo'yicha 5lik. Bilasizlar, Alisher Navoiyning asari o'sha arab tilidan 5 degani Hamsa, o'sha 5 ta jamoa, har bir jamoada 5 kishi, har bir shart 5 ta shart. Shuning uchun Hamsa deb qo'ygandik va televideniyada boshlovchi sifatida o'sha Timur Kamolovni taklif qilgan edim. O'sha olib borardi STVda Zulayxo bilan birgalikda, o'sha STVda Zulayxo professional va Timur Kamolov bilan birga olib borardik ular. Qilardi. Undan keyin to'yga chiqishga tavsiya qilgan Nila bilan
Nilufar Ikramova, Nila. Как я выйду degan Yaponiyada o'qib kelgan anonda birinchi to'y edi. Ssenariylar berib, chiq deb o'qigan edik. Masal uchun Timur Kamalov. Rasmiy shogird mana Marjona Adilova, Diana bor Irgasheva. Hozir ham u Samarqandda taniydi. Masalan, Alex ko'pchilik shogird endi men bunaqa shogird o'rgatib qilgan yo'q. U televideniya tanishganman. Vijay Alex, ham yaxshi yigit, iste'dodli yigit. Uni Xolda Fridunna borlar, STVda o'sha rahbar bo'lishgan. Aziz, смотри, мальчик из Москвы приехал degandi. Pastga radioga tushdim, qarasam, ana bola o'sha Alex Amir Sattarov. Kelib, u men Samarqand Tusok передачалар ko'rgan ekan o'sha vaqtda. Qanday qilib so'rab, просто suhbatlashib o'qigan, lekin men o'rgatib o'qiganim yo'q. Endi o'zi ko'rsam ustoz deydi, endi bilmasam, xursandman albatta, lekin bunaqa ustozlik qilganim yo'q. Misol uchun mana Samir Sharipov ham ustoz Shfu deydi, ana deydi, endi bilmasam, men xursandman albatta ustoz deganini. Endi bilmasam kim o'ziga kim ustoz hisoblaydi, kim hisoblamaydi, o'ziga bog'liq. Tak iste'dodli yigitlar ko'p. Misol uchun mana Mahat Show bizning proyektimizda u pizza show qilar edi. Mahat Show Bobomurodov, Shahlo Ahrorova, o'zi aslida Shahlo Ahrorovani shogirdim misol uchun. Ko'pchilik masalan hozir qayerga bormasak hamma o'zimiz bo'ldilar. Hamma shogirdlar, hamma ukalar. Mana o'zi kechadan oldinki men Shah bilan Shahzod Rajabboyev mana to'y dedik misol uchun. VEDM, Eurostar masalan, Dehram degandim Dilmurod bilan Sohib misol uchun shogirdlar. Qayerga bormasak hamma Marat Sadiqov masalan oldingi ulardan Bahriddin Umarov misol uchun ko'pchilik xursandman shunga. Zo'r. Biz aynan o'sha Yevropa estrada yo'nalishida biz endi maqom yo'nalishi yoki baxshichilik yo'nalishida bizlar o'qimaganmiz, chunki davlat shug'ullangan. Tanlovlar bo'lgan. Biz asosan qaysi yo'nalish bilan davlat kamroq e'tibor beradigan yo'nalishlar bilan biz shug'ullanganmiz. Neformalniy молодежь, uyushmagan yoshlar dedik-ku. O'sha vaqtda estrada, zamonaviy estrada, o'sha rap, rock, break dance. Mana hozir bitta break dance gruppa qolgan, o'sha Immortals. Misol uchun Otabek yosh bo'lishi edi ular. Misol uchun-da, ular gruppasi ham qanaqa edi. Keyin Expression bo'ldi, keyin Immortals bo'ldi. Mana hozir birgalikda yana yangi tadbirlar qilmoqchimiz o'sha bolalar bilan. Rock gruppalar hozir qoldi, bitta Kuki qoldi. Oldin rock gruppalari juda ham ko'p edi. Misol uchun. Ular ham hozir rockerlar ham to'ylarda yuribdi-a, adashmasam. Endi hayot majbur qiladi. Tirikchilik-da. Lekin to'y ijodni o'ldiradi. O'sha to'yga o'tib ketgan 2015da to'yga o'tdim, lekin to'yga ham birinchi ssenariy masalan biz olib kirdik o'sha ssenariy yozib. Oldin kimdir qilgandir balkim Toshkentda, lekin Samarqandda unaqa yo'q. Masalan birinchi DJ bilan men yurardi. Qanaqa musiqa o'sha biz chunki sahnadagi bo'lgan narsani to'yga olib kirdik-da. Sahnada masalan biz har tadbirga talab mana o'zlaringiz bilasizlar, kuchli edi. Обязательно show постановка bo'lishi kerak. Men moshina masalan sahnaga birinchi moshinada men olib chiqqanman 2000-yilda. Kim bilan men Hamid Olimjonda masalan moshinada kirib kelganmiz. Keyin Damasda yuqorida tushirib, kim narsa masalan hozir har bir to'yxonada ham ekran. Oldin ekran yo'q edi. Bizlar Hamid Olimjonda anons qilib zadnik mana materialni, matoni osib, proyektor orqasidan qo'yar edik-da, prямой efir ketar edi. Katta ekran, nimadir yangilik qilishga harakat qilardik. Pul yo'q. Katta svetga to'g'ri hozir aytadi, любой odam qilish mumkin, lekin bizlar bepul novatorskiy ideyalar bilan, kreativ g'oyalar bilan harakat qilardik. Zalda chorlashga. Katta qog'ozlarni yirtib chiqadi reperlar. Shouda, masalan, har bir shou qilishga zo'r, shuning uchun tomoshabin ham ko'p edi. 2007-yilda Yoshlar markazida ismli bitta tadbir qildik. Открытие сезона любимый республики edi. Orada rap, rock hammasi chiqqan edi. Odam shunday to'lganki, skameykalarda o'tiribdi. Keyin mana yopgan edi, yoshlar o'zi kirilmaydi. Ana borku balkondan kirib oynani sindirib kirgan edi odamlar. Shuncha talab katta edi o'sha vaqtda. Rapga. Yo'q, hamma har tomonlama bizda. Faqat rap emas-ku bizda. Открытие сезона bo'lganda o'rda qo'shiqchi, model, rock, rap, break dance har tomonlama edi bizda. U rap bir yo'nalish faqat u. Bir kichkina soha. Da, bir sohasi o'shada, bir soha. Ha, o'zlaringiz bilasizlar qatnash. Hozir endi hozir o'sha unaqa emas. Hozir yoshlar passiv bo'lgan. Qiziqish yo'q.
Chunki 1 daqiqalik hozir. Mana shunaqa aytaman, hozir mana zoomerlar pokoleniyasi avlodi bu 1 daqiqalik. TikTokda buni qiladi, bir narsa yoqmasa, bitta konsert yoqmadi, o'zi o'tira olmaydi. 3 minut masalan bitta qo'shiqni qarab o'tira olmaydi ular. Yurib boshlaydi, telefonga qaraydi, chunki shunaqa ular. Hozirgi yoshlar afsus kuchli bo'lgan. Aytaman, bir haftaga internetni o'chirsa, keyin haqiqiy hayot ko'radi. Qo'shnimiz kim ekan? Burada mana kimdir remont qilibdi. Yon atrofga qarab uyg'onar edi. Hozir uyquda ular. O'chirib qo'ysa nima bo'lar ekan shu internet? Yaxshi bo'ladimi yo yomon bo'ladimi? Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Endi qardan nima uchun-da? Masalan, polni internetni o'chirish kerak emas, masalan, Yandex taksini o'chirish kerak emas, chunki o'zimizga yoki dastavkani o'chirish kerak emas, lekin ijtimoiy tarmoqlar. Mana Instagram, Telegram, TikTok hozir bir haftaga o'chsin-da. Nima bo'ladi? Eksperiment qilib ko'rish kerak. Hamma o'zini talantini ko'rsatib boshlaydi. Hozir hamma uyg'onadi, chunki hozir hamma virtual hayotda. Hozir kim qayerda? Masalan, o'sha atrofda nima bo'layotganini bilmaydi hattoki. O'zining akasi, opasi nima bilan shug'ullanar ekanini bilmaydi. Faqat internetda, ovqatlanadi internetda. Boshqa boradimi? O'sha avtobusda ketyapti internetda, mashinada ketyapti internetda. Yana 1 daqiqalar oxirigacha qaralmaydi o'sha narsani. Shunisi bu degradatsiya bo'lyapti. Afsuski, xotira yo'q. Bironsi bo'lsa birdan ChatGPT yoki bironsi Google'ga kirib so'raydi. Любой savol hozir matematikam, tarixdan boshqasi bilmaydi, o'zining xotirasi yo'q. Chunki telefonga ishonyapti. Ertaga telefon bo'lmasa nima qiladi ular? Aldab qo'ysa-chi telefon. Aldash mumkin. Aldash mumkin. Katta sun'iy intellektdan o'zi ofitsial aytadi. Bizga ishonmang deydi. O'sha ChatGPTga boshqa joyga ishonmang deydi. Biz prosta yordam sifatida, lekin u haqiqiy fakt emas, deepfake bo'lishi mumkin. Unga ishonish kerak emas. Hozir butun dunyoda 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni internetdan cheklab qo'yapti. Avstraliyada, hozir Fransiyada shunaqa qaror chiqyapti. O'zimizda ham shunday bo'lish kerak. Bo'lish kerak-a? Bo'lish kerak albatta. Chunki haqiqiy hayotga qarash kerak. Umuman o'chirib, ijtimoiy tarmoqlar va shu o'chirib ketsa, bundan ham zo'r bo'lar edi. Haqiqiy munosabatga, chunki hamma hozir odam qanday aytsam ekan, bruzi qolib ketyapti. Do'stdan kerak emas, ko'pchilik do'sti yo'q. Internetda soxta do'st. Oddiy misol, masalan, даже bir jamoalar bilan millionta подписчики. Aytgan, haqiqiy tekshirib ko'rqani, davay qilaychi, bironta e'lon ber, necha kishi keladi o'shanda. Millionta подписчик bo'lsa, millionta emas, mana o'zimiz masalan 20 mingta подписчик, даже 100 kishi kelmagan. U soxta hammasi u. U подписчик o'rgangan narsa bu soxta onlayn. Masalan, biz hozir Miss Samarqand qilamiz, casting qilamiz-ku. Internetda minglab odam yozadi. Boramiz dedi, lekin haqiqiy casting kelmaydi ular. Chunki o'rganib qolgan, onlayn qilsak bo'lmaydimi deydi. Bu joyda o'tirib rasmga tushadi, 8 ta filtr qiladi, ana qilib yubormoqchi. Biz karantin vaqtida o'tkazgandik shunaqa narsani. Rasmlar tanlovini onlayn. Endi biz offline o'tkazardik, Miss Samarqand tanlovlar. Lekin karantin vaqtida mumkin emas. Hamma uyda o'tiribdi, onlayn qildik. G'oliblarni keyin sovg'a berishimiz kerak-ku. Zo'r, chiroyli layklar qilib uni qilyapti, kelsak, mana rasm zo'r, birinchi o'rin. Keyin kutib olyapman, yoshlar markaziga poyezdga chiqyapman, qani qiz deb. Keldim deydi. Hayapman, yo'q. Qani bo'lsa, telefon qilsa mana yonimda. Uy pastgina, yuzi umuman boshqacha. Uni 8 ta filtr qilgan, uni korreksiya qilgan, boshqasi qilgan, umuman boshqa. Shuncha hozir kelmaga aytadi, onlayn qilsak, yo'q, uzr. Bu shunaqaki biz ko'rishimiz kerak. Ana kimsiz, yoshingiz nechida, bo'yingiz nechida, bo'yingiz necha santimetr, anaga shuncha qilamiz. Живой, ha, chunki hozir internetga ishonib bo'lmaydi. Mana искусственный интеллект любой narsa qilib berish mumkin hozir. Hozir Amerikada yuribman, gapiribman, yuzimdan ovozim bo'ladi, umuman boshqa odam. Fake fake news bo'ladi hozir shunaqa ko'p. Qachon endi ijodga qaytamiz, Aziz aka? Ijodga qaytyapsiz? Biz ijoddan ketganimiz yo'q. Mani ishim yordam berish, ko'maklashish. Misol uchun kim ijod qiladigan keladi, bepulga. Mana qo'ldan kelganizcha yordam beramiz biz. Mana hozir o'sha sun'iy intellektni mana biz Bobur Shohga yozgan birinchi eksperiment sifatida klip yaratyapman masalan. Sun'iy intellekt bilan. Ha, sun'iy intellekt bilan. Hozir yaxshi bo'lsa, o'sha rivojlanib ketsak, keyin kliplar qilamiz, boshqani qilamiz. Chunki hozir virtual hayotda-ku. Keyin o'shalarni targ'ib qilib, maqsad nimada? Через internet раскрутка qilib haqiqiy konsert qilish. O'sha muxlislarni 5 kishi bo'ladi. Mayli menga million kishi kerak emas. 5 kishi kelsin, lekin haqiqiy muxlis kelsin. Biz nomiga qilmaymiz.
Misol uchun, mingta majburiy olib keladi studentlarni kirgizib, u yarim yonda o'tirib chiqib ketadi. Yo'q, menga bitta tomoshabin kelsin, lekin haqiqiy muxlis kelsin. O'sha isijandimi, o'sha repmi, qo'shiqmi, estradami, lubo o'sha kelsin, qilsin. Marhamat. Yaqinda mana ro'zadan keyin Xudo xolasa biz открытие sezonni rejalashtirganmiz. Konsert zaldami, mana Marokkan konsert zali yoki yoshlar markazimi, o'sha yana boshdan noldan boshlamoqchimiz. Casting boshlanadi. Da, maktablarda, litseylarda, kollej, institutlarga o'sha borib, targ'ib qilib yana chorlaymiz. Noldan. Chunki o'sha nechta pokoleniya o'sha chiqib ketdi-ku, o'sha ular oilali bo'ldi, yoshi katta, kimdir bloger bo'lyapti, kimdir boshqa joyda ishlayapti, davlat ishida ishlayapti. Ular o'sha vaqti yo'q ijod bilan shug'ullanishga. U tabiiy hol. U любой odam shunday proses bo'ladi. Endi yangilarga imkoniyat beramiz. Nechinchi pokoleniya, 8-chi, 9-chi pokoleniya keladi. Hozir dalneyshi yana nimalar bilan shug'ullanasiz? Endi perspektiva shuki, aytaypanki, hozir turistik loyihalar turistlar uchun va sun'iy intellekt orqali yangi mana yoshlarga hozir yordam beramiz. Kim ijod qilmoqchi bo'lsa, marhamat kelsin. O'sha sun'iy intellektmi, blogerlikmi, misol uchun boshlovchimi, qo'shiqchimi, raqsga tushadimi, modelmi, bizda yana hammasi to'g'ri yo'lda, Xudoga shukr. Masalan, o'sha qizlar o'zlari to'y qilib, o'zim boshlovchi bo'lib, o'z farzandlarini olib kelyapti. Samarqand kichkina shahar. Bizda ko'pchilik modeldan nimaga qo'rqadi? Ular birdan chet tilda bu ma'nosida bunaqangi ochiq kiyinib chiqadi yoki boshqa maqsadda aniqladi deb yo'q. Xudoga shukrki, biz mana 25 yildan beri o'tkazamiz. Hammasi haqqoniy, halol. Misol uchun o'sha qizlarimiz ham obro'li, yaxshi oilalarga turishga. Biz ham o'tkazamiz-ku. 1 yil ko'p bilan 2 yil ichida qizlar turishga chiqib ketadi. Chunki tomoshabin sifatida oldin yoshlar kelar edi. Chiroyli qizlar. Hozir kampirchilik keladi. Mana qilib 2-chi raqam keyin tanlov o'tgandan keyin men keladi. Mana 8-chi raqam yoki mana qatnashgan o'sha adresi qanaqa qiz, oilasi kim, qanaqa. Все to'y. Sovchi yo'radi. Yaxshilikka. Yaxshilikka albatta, yaxshi maqsadda, yaxshi niyatda bo'lsa, xursandman. Misol uchun. Kelganingiz uchun katta rahmat. O'zi internetda Aziz Niyazovning intervyulari yo'q ekan. Mana hech kimga biron kimga menga necha kishi murojaat qilgan edi. Katta rahmat. Yo'q degan rozi qanday hop deb qo'ydim. Rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Rahmat. Katta rahmat. Siz bilan yaxshi suhbat bo'ldi. Xudo xolasa yana chaqiramiz, kelasizmi? Xudo xolasa. Ishlaringizga omad, ijodlarga omad. Rivojlantirish kerak, Samarqandni rivojlantirish kerak. Respublika darajasida, nafaqat respublika, dunyo darajasiga olib chiqish kerak. Hammani, men o'ylaymanki, hammada shunaqa imkoniyat bor. Odamda taqdir o'z qo'lida. Oldin ishonmagandik. Bu hamma narsa qilgan eksperiment edi. Qani mis qilamizmi? O'sha rep qilamizmi? Hech kim ishonmagan edi. Aytardi, "Zachemchi никого не будет" derdi bolalar. "Zachemchi nada" dedi. Qildi, kino olayotganda. Biz kino olganimizda, birinchi kino olganimizda 3000 lik kamera bor-ku, to'y oladigan kamera. Sony 3000 lik. Hamma kular edi, talabalarda biz общий массовка syomka qilyapmiz. Kinomi pisand qilmagan. Keyin shu bolalarda tayyor kino ko'rsatgan hayron bo'lgan edi. Bu nima demoqchiman? Harakat qilish kerak. Bizlar ham bu hech kim bilmagan bo'ladi bo'lmaydi. O'sha rapmi, rockmi, qani qilib ko'raychi? Qani qilib ko'raychi? Bo'ladimi, bu yo'qmi? Qani qilib ko'raychi? O'xshamasa ham qilib ko'rish kerak. Da, Alloh o'zi yordam bergan. Pag'ona bosqich birdan katta narsadan emas. Kichkina narsadan boshlab, asta-asta mana hozir mana sun'iy intellekt. Birinchi bosqich hozir qilyapmiz. Kim biladi? Yordami bilan yana kattaroq natijalarga balkim erisharmiz. Harakat qilish kerak. Mana shunaqa mana joylar borki, mana shu bahona mana studiyalarda ko'ryapman. Bu ham harakat qilyapti ular. Bu ham kelajakka bir qadam. Ha. Chunki podkast degan endi bizga kiryapti. Chet tilda o'sha qachonda bor? Rossiyada ham bir 10 yil, 15 yildan bor. Toshkentda ham o'zim kuzatib kelaman podkast. Bizda asta-asta kelyapti. To'y sohasidan chiqib mana bunaqa sohalarga o'tyapti. Yaxshi. O'zi Samarqand asosan to'ydi. Operatormi, video operatormi, boshlovchi hammasi to'y. To'y ham yaxshi, kerak narsa. Lekin to'ydan tashqari boshqa ham narsa ko'p-ku. Unga ham qarash kerak. To'y o'zi yo'nalish, albatta xursandchilik kunda hamma xizmatda bo'lsa, juda ham yaxshi. Endi bizda bu internet unaqa rivojlanmaganda, internetdan pul yechib bo'lmaydi, katta pul yechib bo'lmaydi. O'shaning uchun hamma to'yda yaxshiroq. Monetizatsiya qilish mumkin. Monetizatsiya bo'lyapti-ku hozir YouTube'da. Kamda O'zbekistonda, lekin
juda kam. Chunki eng asosiy to'g'ri, masalan, blogerlar ham har xil. O'sha yumor, satira dedi har xil. Lekin mana bu buxorolik bitta bola bor-ku, kim Boburmi kim anavi? Bobur Mansurov? Bobur Mansur. Buxorolik emas, u Sirdaryolik. Sirdaryolikmi? O'sha balkim adashganman. Masalan, mana shu masalan men o'zim kuzataman. Chunki me'yorida hammasi. Bachkani umuman oshirib bachkana qilmaydi. Har xil ijod qiladi. Ijod qilsa bo'ladi. Lekin kimdir oson yo'li bilan bachkan narsa bilan chiqmoqchi bo'lsa, u qulab qotlamaydi narsa. Like'lar deb o'zini anosini sotish kerak emas-da. Vijdonni, o'sha chunki afsuski like, o'sha podpисчик, obunachi deb kim narsa qiladi? U narsa u yo'lda ketish kerak emas. Qiyin bo'lsa ham asosda to'g'ri yo'lda ketsa yaxshi. Fikrlaringizga qo'shilaman. Rahmat. Bo'lmasa rahmat Aziz aka. Ko'rishganda ko'rishguncha bitta like, kommentariyada izohlar yozib qoldiringlar. Aziz akaga katta rahmat.